Bir necha raqib futbolchilar bor. Zarba yo'lladi va gol! Qani chiroyli ijro va mana bunday. Zarba va gol. 0-2. Doriyevdan dubl. So'g'diyona 3-gol uchun Doriyev zarba yo'lladi va qarang nima qilyapti. Lyubcha Doriyev aniq-tiniq izohlab berdi. Darvoqe hozir mana bu hujumni ko'raylik. Bu mavzuga qaytamiz. Yaxshi imkoniyat yuzaga kelyapti. Zarba! Gol! Adashmasam, hozir mukammal hat-trick bo'lyapti. Chap oyoq, o'ng oyoq va bosh bilan. Yana ham bir ko'rib chiqish kerak. Muhimi esa mana bu gol. Ofsayd yo'qmi? Ko'rib chiqiladi. Statistikani ko'rib olishimiz mumkin. Zarbalar borasida Navbahor ustunlik qilyapti 2 barobar va o'shani oshirib qo'yishi mumkin. Hozir Usmonov endi uzatma va ikkinchi gol. Xorazmning hujumi yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Jarima maydoniga yaqinlashildi. Pas berilyapti. Zarba va hisob qisqardi. Burchak zarbasi 4-0 bu boradagi hisob va endi foydalandi. Navbahor gol bo'ldi. Umumiy zarbalarning esa hozir Jiyanov bo'sh qolgan darvozani ishg'ol etyapti. 5-1.